Olam, Hop. yana kasalxonaga yana yotqizsam bo'larmidi? Uyda yaxshi-ku oyi. Keliniz qarayapti, hamma o'sha-ovqatingizdan xabar olsa. Endi kelin ishi ko'p-da. Haligi Nimaga-ki? Oyijonim o'zim, sizga o'zim qarayapman-ku. Nima xohishingiz bo'lsa hammasini muhayyo qilaman. Shuni aytaman-da, mana keliniz xizmatingizda bo'lsa oyi, nima desangiz hammasiga tayyor qilib choylaringiz hammasiga qarab turadi. olam, kelinni ham qiynab qo'ymay deyman-de. Oyijon, unaqa demang. Sizni o'z onamdek yaxshi ko'raman. Oyijonim o'zi har doim shunaqa mendan andisha qilaveradilar. Ana keliniz ham xizmatingizda bo'lsa oyi, endi kasalxonada qanaqa odamlar sizga qaraydi? Yaxshi qaraydimi, yo'qmi? To'g'rimi? Lekin men ularning xizmatlarini joni dilim bilan qilaman. Oyijon, bilasiz-ku, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim baxtingizga. Ikkalinglar ham sog' bo'linglar. Ayyor, agar ortiqcha gapirsam, yana o'g'lim yo'g'ida men bilan urushasan. Ya xudoyim, nima qilsam ekan? Yurak yutib senga gapira olmasam.